Ba'zi bir kishilar aslida islomda bir dafga ruxsat bor-u, bir narsani chalishga deb o'zlari hech bir haligi shariatda yo'q narsalarni ham o'zlariga pesh qilib olishlari to'g'ri kelmaydi. Birodarlar, bir narsa odat topmagan uchun bilinmaydi. Nima uchun chalyapti deb bir savol qiling. Mayli shu narsani bir hikmati bo'lsa biz ham bilaylik shuni. Shuning uchun mana endi bir uzunroq savol qilibdi. Bu narsani asl islomni o'zi shunday xorizor bo'lib turgan vaqtda ozgina bahonalar bilan bunday qilishlik, bunaqa nifoq bilan gapirmaslik kerak, to'g'ri gapirishlik kerak. Islomda shu narsa bormi? Qani ayting bo'lsam deyish kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kirgan uyda turganlarda Oysha onamizning hujralarida ikkita bir qizcha bir dafni birodarlar shu kaftdan kattaroq bir chalinadigan childirmachani aytadi. Shuni Eidlarida chalib turgan ekan. Shunda bir kishi Abu Bakr roziyallohu anhu kirib g'azablanib zajr qilganlarda, "Qo'y Abu Bakr o'zlarini Eidda bir o'tirishibdi" degan ekanlar. Shun bilan endi hamma cholg'u asbobi, hamma hayosizligi, hamma narsaga ruxsat deb olishlik to'g'ri keladimi shuni birodarlar? Shu narsa bir marta bo'lgan. U ham bir odamlar jamlangan joy emas. Shunaqa bir narsalarda hujjat qilib, shariatga bir xilof bo'ladigan narsalarga yo'l topib bermasligimiz kerak. Biz aytishligimiz kerak. Bir odam mo'minman desa, gap shu, mo'min emasman, men jahannamga o'tin bo'lsam bo'laveraman desa, biz u bilan ishimiz yo'q, nima qilsa qilaversin. Lekin islomga to'ngab turib qilmasin bu narsani. Ko'p odamlar mana devonalik qilishadi. Ko'chalarda salloram, choponlarni kiyib, Allohning nomini aytib. Shu odamlar butun masalan g'ayri islomlarda ajnabiy millatlarni, musulmon bo'lmagan odamlarni kiyimlarini kiyib turib devonalik qilganda yaxshiroq bo'lardi. Nimaga uni bir odam dindan, islomdan deb sanamasdi? Endi uni salla va choponlarni ko'rib, bu musulmon odamni dinda bo'lar ekanda deydi. Dinni sha'niga nomi bilan bir narsani qilmaslik kerak. Aytsinki, men jahannamga o'tin bo'lsam bo'laveraman, men xohlagan ishimni qilaman desa, biz u bilan ishimiz yo'q. Lekin men mo'minman, meni Rabbim Alloh, Muhammad alayhisalom meni elchim, bu u kishi elchi bo'lib kelganlar Alloh tomonidan bashariyatga, u kishining so'zlarini men qilishim kerak. Menga ayting shu haqiqatni desa, biz unga haqiqatni aytamiz, unga xolasin ergashsin, xolamasin ergashmasin mana. Islom nomi bilan islomni bulg'amasligimiz kerak birodarlar. Islomni yo'qotuvchi narsa islom nomi bilan islomga zid narsani qilish va aytishlikdir. Shuning uchun masalan bir kishi islomning libosini kiymasdan noshar'iy ishlarni qilib yursa, buni bir odam islomdan deb sanamaydi. Devonalik qilayotgan odamlarga aytish kerak. Sen sallani yech, boshqa sen ustingga boshqa liboslarni kiy, musulmonlarga hech notanish bo'lgan libosni kiyib tilangin. Islomda bir kunga bir kunlik taomga ega bo'lgan odamni tilanib bu narsa yeyishligi mumkin emas bu narsa. Harom bu narsa deb aytmoqlik kerak. Shuning uchun islomni hech bir bo'yamasdan to'g'ri aytilmoqligi kerak. Alloh subhanahu va taolo ko'p bu birodarlar bir bemorlar bor ekan, shu Alloh taolo bemorlarga shifo bersin. Alloh taolo ba'zilarga bir najot bersin. Alloh subhanahu va taolo ojizlik qilib ba'zi amallarni bajara olmayapman, shu ojizligim sababli debdilar, ya'ni ko'zim ojiz, shunaqa debdilar. Alloh taolo ularga savobdan mahrum qilmasin.